Bunda Instagramga qarab bitta narsani tushunyapmanda, biz kundan kunga tupoylashib ketyapmiz ekan. Bo'ldi, eng tupoy mana shu dinoga tushib oldik degan kunda ertasiga undan ham tupoyrog'i chiqyapti. Fahsh, qimor, ichkilik, chekkilik уже odatiy holga aylanib qoladi. 5-sini ham qo'shgan. Fol bor, u baxshilar, folbinlar. Sehr jodu, abrakadabra. Tuf, suf, dam solaman degan trend ko'rdinglarmi? O'zini o'zi o'ldirish trend kelib chiqmayapti xolos. O'zi 5 ta katta gunoh bor. Endi bu 5 ta katta gunoh emas. Haligi bora-bora bizga berilayotgan ta'rifga aylanib boryapti. Tushunyapsizlar? Haligi tarjima holimizni bir qismiga qo'shib qo'ysa bo'laveradigan bo'lib qolyapti. Qanaqa odam o'zi vashiyda folga ishonadi? Qanaqa odam? Sizlar Harry Potterda fantastik kino emas, bu hujjatli film deb o'ylaysizlarmi? Qanday ishonish mumkin? Mana shunaqa folbinga ishonadigan odamlar bor ekan, telefonda mashinalarda klient yo'qolib qolmaydi. Chunki ikkalasiga ham aldanuvchi odam bir xil darajada tupoy bo'lishi. Biz haqiqiy hayotda yashayapmiz. Alo, bu ertalab turib olib, gita emas, ertalab turib olib, chit yozib olib, kod yozib olib, kimnidir o'qitib olib, zo'r yashab ketgan. G'irrom o'yin. Ban olamiz, ban.